Assalomu alaykum azizlar. Bugun rolik davomimizda anginani olib tashlash operatsiyasi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik buni bodomcha bezliligini bilmaydi, uni kasalligi bilan aytadi, ya'ni angina bilan aytadi. Ushbu rolik davomida o'zi nima vazifani bajaradi bodomcha bezi? Qaysi holatda olinishi kerak, qaysi holatda olmaslik kerak? Olishda qanaqa usullari bor? Eski klassik usuli, yangi qanaqa usullar chiqqan? Men qanaqa usulda olaman va operatsiyadan keyingi jarayon qanaqa bo'ladi? Operatsiyadan keyin tiklanish vaqti qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin? Shu haqida gaplashamiz. Eslatib o'tmoqchiman, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, yoki tez-tez angina bo'lsangiz, yoki tez-tez gaymarit bo'lsangiz, yoki burningizni shakli o'zingizga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, anginani olish gaplashamiz. Birinchi navbatda bodomcha bezi. Bodomcha bezi o'zi og'iz bilan tomoqning o'rtasida joylashgan bez hisoblanadi. U ovqat kirganda og'iz bo'shlig'iga birinchi kiradi va birinchi uchrashadigan bezlardan birinchi hisoblanadi. Ya'ni o'zi u sensorga o'xshagan vazifani bajaradi desak bo'ladi. Ya'ni ovqatdan kelayotgan mikroblarda qanaqa mikrob kiryapti, o'zi nima mikrob kiryapti deb bilish vazifasini bajaradi. Mikroblar birinchi bodomcha beziga keladi, uni ichiga kiradi va uni yo'q qilib tashqariga chiqarib yuborish kerak. Lekin ayrim kasalliklarda, ya'ni bitta kasallikda, surunkali tanzilitda bodomcha bezi bu vazifani bajara olmay qoladi. Ya'ni bodomcha bezi o'ziga olgan mikrobni yo'qota olmay qoladi va ichida mikrob ko'payib ketib qoladi va bemorda yiringlab ketishi mumkin va yiringli probkalar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa organizmga juda ham katta zarari bor. Endi bodomcha bezda ikkita muammo bo'ladi o'zi. Birinchisi angina. Ya'ni ko'pchilik xalq tushunishi uchun bodomcha bezini angina deb aytaman, o'zi lekin uni nomi bodomcha bezi, tanglay murtagi deyiladi, ruschasi mindalina deyiladi. Xalq endi uni kasalligi nomi bilan aytadi, ya'ni angina deyiladi. O'zi to'g'ri ma'nosi bodomcha bezi hisoblanadi. Endi bodomcha bezda ikkita muammo bo'lishi mumkin. Angina bo'lishi mumkin, ya'ni o'tkir yallig'lanishi mumkin. Bunda bemorning tomoq kuchli og'riydi, tupuk yutolmay qoladi, yoki bo'lmasa yiringlab ketadi, tana harorati ko'tarilib yotib qoladi. Yoki bo'lmasa bodomcha bezda surunkali jarayon bo'lishi mumkin. Bunda bodomcha bezi hech narsa bezovta qilmaydi, lekin yiringli probkalar yig'iladi. Yiring suyuq bo'lishi mumkin yoki kazyozniy probkaga o'xshagan bo'lishi yoki toshga o'xshagan bo'lishi mumkin. Ayrimlarda juda ham katta, hatto 1-1,5 santimetrgacha ham bo'lishi mumkin. Endi qaysi holatlarda bodomcha bezini olib tashlash kerak? Birinchi shu haqida gaplashamiz. Ya'ni operatsiya ko'rsatma. Sizda bodomcha bezida muammo bor, oldirish kerakmi yo'qmi, shuni bilish uchun qaysi holatda bodomcha bezi olinadi? Birinchisi, siz agar yilda 3 martadan ko'p angina bo'lsangiz, bodomcha bezini olish kerak. Birinchi ko'rsatmasi shu. Angina nimaligini aytdim. Tomog'ingiz og'rib, tupuk yutish qiyin bo'lib, yiringlab ketaversa, unda olish kerak. Ko'plarda, kattalarda kam uchraydi bu. Yosh bolalarda juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni yosh bolalar tez-tez angina bo'laveradi, onasi lorga olib boraveradi, yiringlab ketaveradi, temperatura chiqaveradi. Ayrimlar bor, men praktikamda ko'p ko'rganman. Har oy angina bo'ladiganlar ham bor. Bundayda albatta birinchi olib tashlash kerak bo'ladi. Ikkinchisi, surunkali tanzilitda ayrim stadiyalarda olinadi. Birinchisi, surunkali tanzilit bor sizda, og'izdan hid keladi. Bu juda ham неприятный narsa. Masalan, tasavvur qiling, har gaplashganda, birovdan o'qiganda og'izdan hid kelib turadi. Bodomcha bezda yiring yig'ilsa, bu yiring og'izdan hid kelishiga sabab bo'ladi va juda ham yoqimsiz hid keladi. Chunki bodomcha bezda ko'payayotgan mikroblar o'zidan gaz ajraladi va bu gaz juda ham yoqimsiz bo'ladi va bu og'izdan hid kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda bodomcha bezi olib tashlanadi. Bu ikkinchi holat. Uchinchisi, bodomcha bezda yiringli probkalar yoki yiringlar yig'iladi sizda va boshqa a'zolarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni oyoqlaringiz og'riydi, bo'g'imlaringiz og'riydi. Bu holatda ham olib tashlash kerak bo'ladi. Chunki bodomcha bezi bu revmatizmga olib kelishi mumkin. Keyingisi yurakka ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlarda yurakda urib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Ayrimlarda buyrakda pielonefrit va glomerulonefrit kasalligi bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham bodomcha bezini o'zi olib tashlash kerak bo'ladi. Ayrimlarda bodomcha bezda yiringli probkalar yig'ilaveradi, ular yuvdirib yuraveradi. 3 marta yuvdirdi, 4 marta yuvdirdi, baribir yiringli probkalar yig'ilaveradi. Bunday holatda ham bodomcha bezini afsuski olib tashlashga to'g'ri keladi.
Keyingisi, ayrim bemorlarda angina asorat berishi mumkin, ya'ni absessga o'tishi mumkin. Ya'ni absess nima? Uni bir marta bo'lgan odam hech qachon esdan chiqarmaydi, tupugi ham yutolmay qoladi, og'zini ham ocha olmay qoladi. Oxiri lorga borib, kestirib ochib yuboradi, yiring chiqib ketadi. Agar siz bir marta hayotingizda ham agar absess bo'lgan bo'lsangiz, unda albatta bodomchi bezni oldirib tashlash kerak bo'ladi. Chunki bu qaytalanish ehtimoli juda ko'p bo'ladi. Ayrim yosh bolalarda tonzillagina intoksikatsiya bo'ladi. Ya'ni bodomchi bezida ko'p yallig'lanish natijasida doimiy temperatura 37, 38, 37,5 ana shunaqa bo'lib yuradi. Bunday bemorlarda ham olib tashlash kerak bo'ladi. Endi yana bitta ko'rsatmalardan biri bepishlik. Mana ayrim bemorlarda surunkali tonzillit bu hayz buzilishiga olib keladi va bepishlikka olib kelishi mumkin. Bunday holatda ham bodomchi bezi olib tashlanadi va ayrim kasalliklar bor, yosh bolalarda uchraydi. Har 1,5-2 oyda temperaturasi chiqaveradi. Bunday bemorlarda ham tonzillektomiya operatsiyasi qilinadi. Endi operatsiya qanday usullari bor? Operatsiyaning klassik usuli bor. Bu biza 10-15 yil oldin qilganmiz. Mahalliy og'riqsizlantirishda ukol qilib qo'yiladi va skalpel bilan yoki qaychi bilan kesib, ajratib olinadi. Buni yomon tomoni nima? Bu bemor hamma narsani sezib turadi, og'riq bo'lmasa ham. Qonash ehtimolligi bo'ladi. Operatsiya vaqtida ham qonaydi. 100 ml gacha qon ketishi mumkin. Operatsiyadan keyin ham juda kuchli qonash ehtimolligi bor. Buni operatsiya qildirgan odamlar buni juda ham yaxshi bilinadi. Bu avval qilingan, hozir ham ayrim joylarda shunaqa qilinadi. Endi hozir qanaqa usullar chiqqan? Birinchisi radioto'lqinli usuli. Radioto'lqin yordamida qilinadi. Bunda, misol uchun men o'zim shu usuldan foydalanaman. Deyarli qonash kuzatilmaydi. Unda qon tomirlar kuydirib, bodomchi bezi ajratilib, qonsiz usulda operatsiya qilinadi. Buni plus tomoni operatsiya vaqtida qon ketishi deyarli kuzatilmaydi. Operatsiyadan keyin ham bitish ehtimolligi vaqti tezroq bitadi va bemor o'zini yaxshi his qiladi. Keyin yana kablator bilan operatsiya qilish mumkin. Bu sovuq plazminli metod deyiladi. Bunda ham shu radioto'lqinli metod birga o'xshagan metod hisoblanadi va faqat bu hujayralar orasini bu sovuq plazma bilan ta'sir qilib kesish amaliyoti hisoblanadi. Ya'ni qaychi ishlatilmaydi-da, bunisida radioto'lqin, bunisida koagulyator, bunisida kablator ishlatilishi mumkin. Endi operatsiyadan keyin nima bo'ladi? Operatsiya o'zi statsionar, operatsiyaning o'zi yarim soat davom etadi va narkozda bo'ladi. Nima uchun narkozda qilish kerak? Birinchidan, bemor hech narsani sezish kerak emas, hech narsani bilish kerak emas, hayajonlanmaslik kerak, uxlash kerak, turish kerak. Turganda operatsiya tugagan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, turli xil hozir aytganimdek radioto'lqin bo'lishi mumkin, koagulyator bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kablator bo'lishi mumkin. Shu texnikalarni ishlatish udobli bo'lishi uchun. Ikkinchisi, operatsiya yarim soat davom etadi va statsionarda bir kun qoldiramiz. Ertasi kun javob beramiz. Keyin nima bo'ladi? Operatsiyadan keyingi period qanaqa bo'ladi? Operatsiyadan keyingi periodda bemorda tomoq og'rishi kuzatiladi. Nima uchun tomoq og'riydi? Chunki bodomchi bezi yutinish mushaklarining orasida joylashgan bo'ladi. Ikkita mushakning orasida joylashgan bo'ladi. Biza gapirganimizda ham tupuk yig'ilib qoladi, yutib olishimiz kerak. Ovqat yeymiz, suv ichamiz, hammasida shu mushak ishtirok etadi va bu mushak ishtirok etganda orasidan olib tashlaganimiz uchun jarohat og'rib turadi. Bu 10 kun davom etadi. Ayrimlarda bir hafta, ayrimlarda 10 kun davom etadi. Shundan keyin og'riqlar kamayadi. Shu 10 kun davomida bemorga fizik nagruzka qilish mumkin emas, issiqda yurish mumkin emas va qattiq narsalarni yemaslikni tavsiya qilamiz. Asosan yumshoq va yarim yumshoq ovqatlarni yeb turadi. Keyin operatsiyadan keyin 1 oy davomida ikkilamchi bitish kuzatiladi. Birinchi oq karaj bilan qoplanadi, keyin karajlar tushib ketadi, keyin o'rniga chandiq hosil bo'lib bitadi. Endi operatsiya tugadi. Nima осложнениялар bo'lishi mumkin? Tonzillektomiyada eng ko'p uchraydigan asorat bu qon ketish asorati hisoblanadi. Ayniqsa yosh kattalarda qon ketish bo'lishi mumkin. Даже
lazer bilan qilasizmi, kablator bilan qilasizmi, radiotulqin bilan qilasizmi, baribir ham bu bezga qon tomirlar kelgan bo'ladi, uni kuydirib olgan bo'lamiz va vaqt o'tishi bilan ayniqsa 7-kundan 10-kungacha bu qon tomirlar yorilib ketib, ozroq qonash kuzatilishi mumkin. Bunda nima qilinadi? Agar ozgina qozonish bo'lsa, o'zi o'tib ketadi. Agar обильный qon ketgan bo'lsa, u o'sha joyi kuydirib qo'yiladi va shu bilan xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi operatsiyadan keyin bemor nima oladi? Agar tez angina bo'ladigan bemor bo'lsa, u boshqa angina bo'lmaydi. Chunki angina yo'q, o'sha bodomchi bezi yo'q. Bodomchi bezi bo'lmagandan keyin u angina ham bo'lmaydi, ya'ni yiringlamaydi. Ayrimlarda yiringda probkalar yig'ilayotgan bo'lsa, u ham yo'qoladi. Ayrimlarda masalan bodomchi bezidagi yallig'lanish boshqa a'zolarga ta'sir qilgan bo'ladi. Chunki agar bodomchi bezi tursa, uni ichida yiring yig'ilsa, u boshqa a'zolarni intoksikatsiya qilib zaharlab turgan bo'ladi va uni olib tashlagandan keyin undan ham qutulish mumkin, qutuladi. Ya'ni buni zaharlab turgan narsadan qutuladi, keyin asosiy kasallikni, uni keltirib chiqargan kasallik davolanaveradi. Oladigan narsalar shundan iborat bo'ladi. Endi ko'pchilikda mana bunaqa fikr bor-da. Angina deydi, bodomchi bezini aytadi. U kerak a'zoga nimaga olib tashlanadi deyiladi. Endi qaranglar. U kerakligi aniq, u kerak a'zo. Agar u ishlab tursa, o'zini vazifasini bajarib tursa, u kerak. Agar u o'zini vazifasini bajarmagan taqdirda ham teginish shart emas unga. Lekin u organizmga ziyon keltirayotgan bo'lsa, albatta u bodomchi bezi olib tashlanadi. Aynan shunaqa holatdagi bemorlarda biz olib tashlaymiz. Mana yuqorida qaysi holatlarda olish kerakligini aytdim. Endi misol uchun bir xilla oshqozonni bir qismini olib tashlaydi, misol uchun taloq olib tashlanadi. Kerak bo'lsa даже ko'zni ham bittasi olib tashlanishi mumkin, yiringlasa. Tishlarimiz olib tashlanadi. Любой a'zo agar u organizmga ziyon keltirib tursa, uni olib tashlanadi. Mana appendisit yallig'lansa olib tashlanadi va hokazo. Xuddi shunday majburlikdan olib tashlanadi. Ya'ni bu olib tashlamasa organizmga ko'proq ziyon keltiradi, shuning uchun olib tashlanadi. Vaholanki 18 yoshdan keyin katta bo'lgandan keyin bodomchi bezi unaqa o'zi kerak bo'lmaydi, unaqa vazifani ham bajarmaydi. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.